Bu ezgu ishlar eng avvalo davlatimiz rahbarining chekka hududlarni har tomonlama rivojlantirish, aholining farovonligini oshirish va har bir xonadonda munosib turmush sharoitlarini yaratishga qaratilgan e'tibor va tashabbuslari samarasidir. Xuddi shunday e'tibor va g'amxo'rlik natijasida bugun Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida ham yo'lsozlik ishlari jadal davom etmoqda. Aholi ko'p yillar davomida orzu qilgan asfalt yo'llar barpo etilayotgani odamlar hayotiga yanada qulaylik olib kirmoqda. Mahalla ahli ham hamjihatlik bilan tashabbusli byudjetda g'olib bo'lgan loyiha doirasida ichki yo'llarni asfaltlash ishlari boshlab yuborildi. Mahalla aholisi ushbu bunyodkorlik ishlarini katta mamnuniyat bilan kuzatmoqda. Ularning ta'kidlashicha, yo'llarning asfaltlanishi hududning obodonligi va zamonaviy qiyofasini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Mahalla aholisi o'z yashash maskanida farovonlik va taraqqiyot ruhi yanada mustahkamlanayotganini faxr bilan ta'kidladilar. Tashabbusli byudjet joriy etilgandan ba'zi shu Tinchlik mahallamizda jami 7 ta g'oliblikni qo'lga kiritdik. Buning ichida 2 ta shu 29 hamda 60 umumiy o'rta ta'lim maktabi shu qo'shimcha bino qurish, Tovush mahallasi hamda Telov mahallasi, Qashqar mahallalarini elektr energiyasini yaxshilash hamda qolgan 4 ta yutug'imiz esa 14 kilometr asfaltda buni oxirgisini bosishyapti. Bu degani to'liq mahallamiz asfaltlashyapti. Buni shu prezidentimizga kattagan rahmat aytamiz. Shunchalik bizga shu tashabbusli byudjetlarni joriy etib qo'ygan. Shu mahallamiz ahil inoq bo'lib, birdamlikda ko'cha boshlarimiz, nuroniylarimiz bilan hamkorlikda harakat qilib, bir tani bir jon bo'lib harakat qilib, mana g'oliblikni qo'lga kiritdik. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilgan islohotlar mahallamizga to'liq kirib keldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inidagi mavjud 1065 ta xonadonda 4572 nafar aholi istiqomat qiladi. Ushbu amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari natijasida hudud infratuzilmasi yangilanmoqda. Yoshligimizdan bilamiz, shu ota-bobolarimiz davrida chang ko'chalar bor edi, baland past uylarimiz bor edi, yo'llarimiz bunaqangi tekis emas edi. Keyin bunaqangi elektr simlarimiz teraklardan qilingan, har xil daraxtlardan qilingan sim yog'ochlarda edik. Xudoga shukr, ne'matda mana bu asfaltlarimiz bo'ldi, yo'llarimiz chiroyli bo'ldi. Vodoprovod suvlar hammasi xo'jaliklarimizga kirdi. Hozirgi kunlar ko'ryapmizki, asfaltdan tushib uyga dor asfaltda oyog'imiz loy bo'lmasa kirib ketyapti. Mana bolalarga aytamanki, bolalar Xudoga shukr qilinglar, oyoqlaring loy bo'lmasdan uylaringga kirib ketasizlar. Ko'chalaring chang bo'lmaydi. Har ko'chani changida shipira olmaysizlar. Suvlar sepib qo'ysalar bo'ldi, ko'chalar toza. O'zlaring oyoqlaring, poyabzallaring chiroyli bo'ladi. To'y qilsalaring ham, mehmonga borsalaring ham, qay vaqt bo'lsalaring chiroyli hayotda yurasizlar deb aytyapmiz. Aholi juda bugungi kunlarda juda xursand. Mana hozir ko'chalarimiz qaysi ko'chaga kirsalar hammasi xursand. Voy bizning mahallamiz asfalt bo'ldi, farovon bo'ldi, chiroqlarimiz yondi. Har ko'chalarimizda yorituvchi svetlar, hattoki kameralarga qo'yilyapti. Shuning o'zi biz juda prezidentimiz tashabbuslari bilan rahmat, mana shu kunlarga xursandmiz, yetib kelganimizga, ko'rganimizga xursandmiz.